Assalomu alaykum hamyurtlar. Yana bugun hop bizga bitta akamiz Qo'qondan narsa yuborishibdi. Remont qilib bering. O'zingizga o'xshatib bering deb. Hop, bundagi kamchiliklar. Xo'sh, vint qo'yilmagan. Vint qo'yilmagan bunda. Keyin oraliq masofa kalta. Bu yoqqa lapka stoyka qo'ysa, hop mana bu stoykani qo'ysa, bu mana uchi g'ildirakka tegib qoladi bu lapkasi bilan birga qo'yilganda. Buni tushunmasdan hamma svarchiga mana svarkasi zo'r quyilgan, zo'r usta aslini olganda svarchigu bu sohaga kirmagan usta qilgan bu narsani. Endi buni orasini hozir buzib boshqatdan 40 sm qilib orasini kengaytiramiz. Hop, vint qo'yamiz, betga o'rtaga zamoq qo'yib beramiz. Xo'sh, shu hozircha zamoqlarni ham o'ta kichkina ishlab qo'yibdi endi. Fonni hammasini buzib tashlab boshqatdan qilsak juda bizga ham og'ir tushib ketadi. Zamog'ni ham mana shu usta ham ko'rsa kerak videoyimizni. Shu usta ko'p yasavatdi. Shu zamog'ni hech bo'lmasa 8 sm qilgin, baraka topib ko'r. Shunda olgan dehqon qiynalmaydi bu motoblokchi. Xo'p, mana bu razmer keltirishlari yaxshi, zo'ru. Endi faqat bu qishloq xo'jaligida ishlamagan svarchi qilgan. Haqiqatan svarkasi zo'r, yaxshi quygan, hamma narsasi zo'ru. Faqat shu bir ikkita kamchiligi bor. Oralig'ini kengaytirib, bunaqasini to'g'ri olgan, 70 ga hozir o'lchab ko'ramiz, 60 ga 70 ga o'lchab buni qo'yib beramiz. Har doimgidek mana bundoq qilib turib, hop. Vint oldini bukiladigan qilib, o'rtasiga bitta zamoq qilib qo'yib ketamiz. Bu zamoqni shu uni yasagan ustaga bitta shu zamoqdan 8 sm qilib qo'yib ketsa, kartoshka ko'vlashga, hamma narsaga ishlaydi shu yerdagi zamoqi. O'shaning uchun qo'yamiz biz uni. Hozir yana bunga qo'shimcha rasxod qilib, shuncha mehnat qilgan odam shu ozgina qo'shib, shu vint bilan mana bu yerda o'zgaradigan qilib ligrovka qilsa bo'ladigan, sozlasa bo'ladigan qilsa, maqsadga muvofiq olgan odam qiynalmasdi. Hammaga rahmat. Butgan holatini ham qo'yamiz, xudo xolasa butirib qo'yamiz. Rahmat katta.